Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun sizlar bilan birgalikda Kamolon mahallaga tashrif buyurdi. Bu fayzli xonadonimiz Srosh narxida sotiladi. Endi sizlar bilan birgalikda xonalarning ichini ko'zdan kechirib chiqamiz. Bu mehmonxona, keyingisi ofis. Bu uchastkamizda 2,5 sotu, 7 ta xona, 3 ta sanuzuldan iborat. Ikkala binoda ham podul qismlari mavjud. Endi sizlar bilan ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda kiraverishda alohida hol qismimiz mavjud va ichkarida kattagina xonamiz bor. Bu xonadan o'zingizlar xohlagan tarzda foydalanishingiz mumkin. Alohida o'zini sanuzul hojatxonalari ham bor. Ichkarida mana kattagina spalniyamiz ham bor. Shu xonadonimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosish esdan chiqmasin. Pastki binoni ko'zdan kechiramiz. Bu binoga kirishdan avval holini yana bir marta tomosha qilib olishingiz mumkin. Bismillah deb zinadan chiqamiz, xonaga kiramiz. To'g'rida mana oshxonamiz mavjud. Oshxonadan sirazi chiqamiz, chap qo'lga kiramiz. Kattagina zalimiz bor. Remontlarni ko'rasizlar, juda ham ajoyib holda saqlangan. Ichkari mana detski, xonamizning alohida sanuzul hojatxonalari bilan. Mana endi sizlar bilan pastki podval qismiga tushamiz. Alohida katolni xona va ichkarida kattagina xona bor. Yana sanuzul hojatxonasiga ham ega. Masjid, maktab, bog'cha, makro, Samarqand darvoza, Toshkent City atrofida joylashgan uchastkamiz Srosh narxida